Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim, gulsevarlar, gullarga qiziqadiganlar, hammalaringga assalomu alaykum. Mana bugun men gulsevar dugonalarimni, gulga qiziqadigan guruhdoshlarimni kuzatib bordim, ketishdi. Uyimiz hovlab qoldi, o'rganib qolgan ekanman. Ular kelishdi, tug'ilgan kunimdan oldin kelishdi, tug'ilgan kuniga sovg'a qilaylik deb tabriklash uchun kelibdilar. Tabrikladilar, nimalar qilishdi. Endi har kim har xil o'ynaydi. Men bu kommentariyaga tug'ilgan kunmas payti chaqirsangiz yaxshi bo'lardi, tug'ilgan kunga chaqirmaydilar degan, yoki bo'lmasa kelinni boshidan bosib tashadi, unday rizolat bo'lmaydi degan obunachilarim, hammalaringdan o'rgilib ketay. Ular shunchaki qidirib kelib har yili xatda turib malchivacha olib ketadilar. Menga ham o'rgatadilar, men ham ularga o'rgataman. Bilgan bilimlarimizni bir-birimizga o'rgatamiz, o'rganamiz. O'zimiz bilmaganlarni men ulardan so'rayman, ular bilmaganini men bildiraman. Lekin bir ikkita qanday negativ deyishga ham bo'lmaydi, fikrini bildirganlarda unaqa to'y bo'lmaydi, u qanaqati, u to'y emas edi. O'sha dugonalarimning ichida to'yga o'rtakashlik qiladigan hofizamiz bor edi-da, o'sha dugonalari bilan hazillashdi. O'zi tengi dugonasini kelin qilib olib chiqib davrani fayz kiritdi. U hech qanday to'y emas edi. Uzr, lekin boshqacha tushungan bo'lsangizlar, ular meni tug'ilgan kunimda sho'xlik qilib, hammani nima deydi, kuldirib, yashartirib, shunday kunlar qilib ketdilar. Mayli, men xursandman. Sizlarning nima deydi, negativ yozganlaringizdan ham xursandman. To'g'ri tushunmaganlar yozgan bo'lishi mumkin. To'g'ri tushunganlar yaxshi gaplar yozibsizlar. Qolaversa, mana shu guruhda million odam meni tabriklab, yaxshi kunlar tilab, uzoq umrlar tilab, mana bu gullar haqida yaxshi gaplar aytgan, lekin hammasiga bitta yoza olmayman, chunki yoza olmayman, ko'zim xira. O'qishga ham qiynalaman, nevaralarim o'qib beradi. Shuning uchun men shunday video oldim o'zim. Shu obunachilarim, Instagram, Telegramda meni ko'rib turgan insonlar, gulsevarlar qandaydir bir qiziqib menga tushunmagan bo'lsalar tushuntirib yuboray deb o'zim video qilyapman. Hammangizdan minnatdorman. Hammangiz sog' omon bo'linglar. Menga tilagan tilaklaringiz birgalikda bo'lsin. Xudoyim sizlar ham gullar baqib, gullab, yashnab, yasharib, shu gulzorday gullar qilib yashashlaringizni tilakdoshman. Allohdan so'rayman, hammalaringni yaxshi ko'raman. Lekin meni to'g'ri tushuninglar, shunchaki bir hazillashuv bo'ldi. Hech qanday to'y ham yo'q edi. Tug'ilgan kunimda bir kun shunday qilishdilar. Hafta o'tirdik, bizda mehmon bo'lishdilar. Mana shu gulsevarlar, guruhimizdagi gulchi, Xorazmda yashaydigan gulchilar mehmon qilishdi, uylariga chaqirishdilar, o'tirdik, suhbatlashdik, gullar haqida gaplashdik, buni qanday boqsa bo'ladi, buni qanday. Ko'plariga og'zaki javob bermagan edim savollariga. O'shalar kelibdi o'rganib ketishga. Men ham bilmaganlarimni ulardan o'rganib oldim, ular ham o'rganib oldi. Shunday qilib qandaydir hazillashdik, maza qildik, o'zimiz uchun yashadik. Hafta sizlarning yozgan yaxshi so'zlaringizga hammamiz birgalikda tilak bildirdik. Dugonamga yozgan tilaklaringiz uchun deb hammalari yozib biladiganlar atvetam qaytardi. Sizlarga ham tilak tiladilar. Kelinglar, bemalol kelaveringlar. Lekin og'zaki javob bersam tushunmaysizlar. Men aytganday qilib qilmaysizlar, o'ltirib qo'yasizlar. Shuning uchun og'zaki javob bermayman. Ko'rganday, amal qilganday bo'lmaydi. Men uni bilan hamman kelishing mumkin yoki bo'lmasa ko'rishing mumkin demoqchi emasman. Meni to'g'ri tushuninglar. Qayerda gul boqadigan joy o'zingizga yaqin bo'lsa, gul sevadiganlar, gul boqadiganlar yaqin bo'lsa, borib qanday qilishini amaliyotda ko'rib olinglar. Og'zaki aytgan bilan to'g'ri kelmaydi. Lekin xafa qilgan bo'lsam uzr. Endi men keksa odam, o'qimishli emasman, qanday gapirishni bilmayman, boricha javob beryapman.
Hammalaringga kattakon rahmat. Chunki men hammalaringdan minnatdorman. Shunday go'zal tilaklar bildiribsizlar. Allohim sizlarga 100 yoshlar bersin. Yuzlarga kirib, o'ynab, kulib yuringlar. Nasib qilsin shunday yoshlar sizlarga. Rahmat hammangizga. Prosta men nima bo'lganlarini aytib o'tish uchun chiqdim. Hech qanday to'y yo'q edi. Hech qanday hammasi hazil edi undagi. Shuning uchun razolat bu qiynoq qayerda qoldi degan gaplar yozibsizlar. Yo'q, qiynoq yo'q. Kelin yo'q. Ikkala dugonam faqat tomosha qildi, tomosha berdi, kuldirdi. Rahmat hammalaringga.